Hürmetli vatandaşlarım, növbetki leksiyemize başlayımız. John Kerry, Amerika-Rus söhbeti, xırız karakterlik umum vaziyet asıdı elip verildi de görsetdi. Mavzula haber 5. ayının 13. günü Amerika avazının Xitay dili programımız ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi John Kerry efendi mındak görsetdi. Haftanın 2. günü, yani 12. günü Prezident Vladimir Putin bilan o'tirdi o'tkazilgan Ukrayna, Suriye hem de İran meselesi to'g'risidagi suhbat samimiy, qo'sh tirnoq ichida samimiy o'tkazildi deb ko'rsatgandan keyin Rossiya bilan urushni davomlashtirish intayin muhim deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi John Kerry haftaning 2. günü Rossiyaning istirohat bog'chisi deb ataladigan Sochi shahrida Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda suhbat xirasga to'lgan vaziyat ostida elib berildi deb ko'rsatdi. Vladimir Putin bilan suhbat elib berishdan burun davlat ishlar katibi John Kerry efendi Rossiyaning tashqi ishlar ministri Lavrov bilan davomli 4 soat suhbat elib berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi John Kerry efendi yana mundaq ko'rsatdi. Men Prezident Vladimir Putinning ko'p vaqt ajratib suhbatga qatnashganligiga rahmat aytaman. Davlat ishlar katibi John Kerry yana mundaq ko'rsatdi. Murakkab xalqaro geopolitik siyosat muhokamalari jarayonida siyosat belirlaydigan xalqaro kishilar o'rtasida yüz o'ltirib suhbat elib berish intayin muhim. Bunun o'rnini oladigan hech narsa yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi John Kerry efendi Rossiyaga qilayotgan ziyoratini oxirlashtirib, amdagi safarini Turkiya Anqaraga boshlaydi. Anqarada NATO'ga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashadi. Diqqat vatandoshim! Davlat ishlar katibi John Kerry murakkab xalqaro geopolitik siyosat muhokamalari jarayonida siyosat belirlaydigan xalqaro kishilar o'rtasida yüz o'ltirib suhbat elib berish intayin muhim deb ko'rsatdi. 5. ayının 10. günü Germaniyaning vaziri Merkel xonim Rossiyani ziyorat qildi va Prezident Vladimir Putinga shundoq dedi. Rossiya 2. Dünya urushida Rossiyaning ziyonkashlikka uchragan xalqlardan, ya'ni Rus-German shartnomasining ziyonkashlikka uchragan xalqlardan apu so'rash kerak dedi. John Kerry efendi bilan Merkel xonimning o'xshash vaqtda Rossiyani ziyorat qilishi g'ayri bir tematik ideyaning ustiga yoki g'ayri bir tematik suhbatlashishning ustiga qurilganmi qandaq? Keyingi vaqtlarimizda biz buni yana analiz qilamiz.